1944-yildagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurg'uvchilaridan biri. Yillar siri Ahmad Efendi, Mayimxon va G'ani Botir qatorliq nadir asarlarning avtori Ziyo Samidining o'g'li Rizo Samidi Efendi 2024-yili 12-oyning 29-kuni Almatada olamdan o'tdi. 1938-yil mayda G'o'ljining Harambog' mahallasi tug'ilgan. 7 yaşdan keyin ta o'rta maktab bitgacha G'o'ljida, undan keyin Urumchida o'qidim. O'rta maktab bitgandan keyin Urumchidagi Xinjiang pedagogika institutining til adabiyot fakultetiga o'qishga tushib, 1959-yili institutni bitirdim. O'qishni bitirib G'o'ljiga qaytib keldim. İnsat bitirib G'o'ljiga kelib, G'o'ljidagi ikkinchi o'rta maktabda, Umid maktabdaydi, ikkinchi o'rta maktabda muallim bo'lib ishladim. Keyin biz 61-yili iyunda chegaradan o'tdik, Qozog'istonga kelib o'rinlashdik. Vatanparvar, millatparvar jamoat arbobi Rizo Samidi Uyg'ur xalqining qalbida cho'nqur izlarni qoldirgan bir zot bo'lib, To'lqin Ayso Efendi bu haqda o'z ta'sirotlarini bayon qilib mundaq dedi. Rizo Samidi Efendi men uchun bir milliy ustoz edi. U 1944-yilda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining mustaqil davlatimizning qurilishini o'z ko'zi bilan ko'rgan va mustaqillikning davlatning ta'minini tetigan bir milliy ustoz edi. U mustaqil Cumhuriyetimizning qurilishida aktiv rol o'ynagan, shu Cumhuriyetning qurg'uvchilaridan biri bo'lgan 20-asrda Uyg'ur xalqi yetishtirib chiqqan munavvar yozuvchilarimiz, adibimiz Ziyo Samidining o'g'li bo'lish sifati bilan, mushu oilaning bir a'zosi bo'lish sifati bilan mustaqillikning nima ekanligini ko'rgan va mustamlikachilikning nima ekanligini ko'rgan va buni o'z yashab turib yaxshi bir selishtirma qilgan bir inson edi. U O'rta Osiyoga hijrat qilgandan keyin oilasi bilan bu mustaqillikning ro'yini keyingi avlodlarga yetkazib berishda o'zi ko'rgan hayot hikoyalari bilan bizga bir ustoz bo'lgan, bizni tarbiyalagan, bugungi bayrog'imizni, bugungi milliy shuurimizni, mustaqillikka bo'lgan ishonch va umidimizni saqlab qolishda bizga bir o'tkinchi rol o'ynagan bir ustozdi. Yatqa yeri jannatda bo'lsin. Gerçi bu ustoz bilan xo'shlashgan bo'lsakmi, ammo uning bizga qoldirib ketgan chunqur izlari, bizni qoldirib ketgan tajriba saboqlari, bizni qoldirib ketgan darslari bizning buningdan keyingi milliy mujodilamizda, kurashlarimizga bizga bir yo'l ko'rsatkichi bo'ldi. Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdullakim Idris Efendi 2024-yili yozda Almataga borganda Ziyo Samidi Efendi'ni ziyorat qilgan va qimmatli xotirlarni qoldirgan. Milliy ustozimiz Rizo Samidi Efendim umidvor bir insondir. Davomli Uyg'ur yoshlarını umidlik bo'lishga chaqiratdi. Xalqaro sahnalarda Uyg'ur davosini qilayotgan yoshlardan ko'p faxrlanadiganligini biz bu yil 6-oyda ustozimizni Almatada ziyorat qilgan vaqtimizda agar dadam hayot bo'lgan bo'lsa, hozir da'vo qilayotgan yetishgan yoshlardan ko'p faxrlangan bo'ladi degandi. Yaxshi ishlar bo'lyapti deyapmiz, butun dunyo Uyg'ur degan to'nayotdi. Amerikaning nurg'on bir qator qarorlarni chiqardi. Uyg'urlar haqida, boshqa Yaponiya mana shunday kuch chiqaryapti. Endi nurg'on millat, ba'zi cho'ng davlatlar hozir bizning beshimizni silayapti degan gapda endi. Mushu odamga umid paydo qiladi. Demak, bugun erta emas, kundan biri Xudoyim bo'lsa, bir Xudoning bir yaratgan kuni var bizga. Keladi. Umid bilan yashash kerak. Dadam deyilgan, umidsiz odam bu inson emas deb shunday dedi. Umid bilan yashash. Hatta seni o'limga akib bo'lgan bo'lsam, sen umid qilmay, hozir tirik qolaman deb. Shuning uchun meni deydiganim shu vatandoshlarimga xususan hamsi. Zaten ümidsizlemenglar. Kelgüsüde meyli bugün biz ölüp giteyli, ballarımız var, evlatlarımız, halkımız var, şunda 20 milyonga yakın bizden acayip millet biz, yaxşı millet, bizim ondak millet dünyada yok. Eğer biz
Eğer müstakil bo'lganda şu milletimizin qanday ekanligini dunyo yaşamakta yani bir tonaydı o. Şuna vakit keledi. Şunun için kundalik namozimizni duo qilaylik, umid bilan yashab, ozod bo'ladi vatanim. Ati bo'lsa o'g'ini men kirma. Indidan kirma degan shu umid bilan yashash kerak. Shu medet shu umidni bolalarga berish kerak. Mana men 100% umid bilan qarayman. Chunki uning kelgusi bor. Mana men shuni so'rayman butun bizning vatandoshlarımdan.